Assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan Tony. Bugungi videoda Grand Mobile'ga qanday sborka o'rnatish mumkinligini ko'rsatib ketaman. Bu video ko'pchilik kutgan video, ko'pchilik so'ragan video. Vot qilyapman. Sizlar ham oldindan podpishka qilib, like, podpiska bosib qo'yinglar. Yana shunaqa videolar yoki boshqa videolar qilib turaman. Davay videoni boshladik. Hop, bo'lmasa bo'lar, o'zimni Telegram kanalimga kirib olamiz. Tony Sborking Assembly. Ular shunga kirib olamiz-da. Play. Mana. Ular kirib olamiz-da. Mana tepada Bezban Sborka deb turibdi. Boshqa sborkalarni ham olsanglar bo'ladi. Men shuni oldim. Bu sborkani ustiga bosib turasizlar. Tepada haligi strelka chiqadi. Yuklab olish, ashuni bossanglar yuklab oladi. Menda hozir yuklab olib bo'lganman. Keyin sizlarga bitta приложение kelib bo'ladi. U SH provodnik. Hop, xullas shu kerak bo'ladi. Buni Play Marketdan olsa bo'ladi. Bo'ldi, bitta narsani aytib, sborka faqat Androidga tushadi. Android, Samsung, Redmiga ham tushishi mumkin, bilmadim. Xullas, Play Marketga kirib turib, bitta SH deb yozamiz. SH deb yozsanglar, o'zi birinchida chiqadi. Mana SH File Explorer, nima o'sha. Короче, shu shuni tushirasizlar, короче. Shuni tushirgandan keyin haligi sborka qayerga tushadi? Keyingi savol. Bu sborka keyin bitta main storage mi, shunga kirasizlar. Shunga kirib turib, haligi sborka qayerga tushadi? Haligi sborka download degan joyga tushadi. Ana turibdi. Ashta download degan joyda kirasizlar. Turibdi. Bezban sborka найдем. Короче. Hop, xullas mana ichida 3 ta fayl bo'ladi. Shu 3 ta fayl eng kerakli. Shu 3 ta fayl sborka ekranga kiramiz. Короче, ekranga kirib bu personaj tanlaysizlar. Любой joyga kirib ketasizlar. Uning yangilanishlari tekshirilmoqda deganda sразу chiqasizlar deb aytdi. Chiqib turib SH ga kirasizlar. SH provodnikka kirasizlar. SH ga kirib turib yana o'sha joyga kirasizlar. Download ga kirasizlar. Shunga kirasizlar. Teparoqda turibdi Bezban sborka найдем. O'sha ustiga bosilsa ichida 3 ta fayl chiqadi. Uchalasini ham bosib chiqib, copyright qolasizlar. Baytdan chiqasizlar. Android degan joy turadi tepada. Android degan joy turadi. Android ustiga bitta bosasizlar, eng tepasidagi birinchisidagi data turadi. Shu datani ustiga bosasizlar. Baytdan grant faylini qidirasizlar. Grant fayli bundaqa turgan bo'ladi. Mana shunaqa nomli Com Grant Launcher. Mana shuni ustiga kirasizlar. Ichidagi files ichiga kirasizlar. Files degan papkani chekirasizlar. Mashga nima выставить qilasizlar. Pastdagi nima orqali pasteni bosib sizlarda выставить turadi. Ko'pchiliklar ruscha. Birinchisidagi torbochani ustiga bosamiz. Torbochani ustiga bosib, mergen ustiga bosamiz. Mergen ustiga bosamiz. Yana shunday qilamiz. Bitta torbochani ustiga bosib, eng birinchisidagi overwritten ustiga bosamiz. Overwritten ustiga bosamiz yana. Shu bilan sborka o'rnatiladi. Ichida kutamiz. Kutib turib, sразу grantga kiramiz.
Вот grantga kiryapti. Sborka tushib bo'ldi. Вот kecha kutamiz. Video pauza bo'ladi. Вот bolalar qaranglar. O'yinga kirdi. Вот sborka bilan kirdi. Ko'pchilik sborkasi kirdi deb o'ylaydi hozir shunaqa payt. Lekin men hozir bezban sborka bilan kirdim. Bezban sborkada shunaqa sborkada o'ynayotganlaring bilinmaydi. Lekin aqaba burilishlaringdan bilinib qolishi mumkin. Qaranglar. Oddiy sborkasi kirsanglar sekin buriladi. Bu sborkaligi uchun tez burilyapti. Qaranglar. Aqaba burilsa tez. Shu sborka deyiladi. Oldinlari nimani ochishda tezroq qilish shunaqa bo'lardi. Hozir unaqa bo'lmay qo'ygan. Вот sizlar boshqa sborka tushirsanglar osmon qizil yoki yashil, qora bo'lib qolishi mumkin. Hozir bu bezban sborkaligi uchun oddiy rangda turibdi, oddiy grant rangida. Вот shunaqa bo'ladi tushirish, sborka tushirish. Любой sborkani shunaqa qilib tushirsa bo'ladi. Nimasi bo'ladi? Любой sborkani shunday qilib tushirsanglar ishlaydi. 100% ishlaydi, o'tib o'rmaydi. Вот sizlar bilan Toni bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha omad.